Bu narsani ko'pchilik haydovchi akalarimiz yaxshi bilsa kerak. Bu mashinaga quyiladigan konditsioner freon bo'ladi. Mana bu narsani bo'lsa, ko'pchilik Gentra haydaydigan akalarimiz yaxshi biladi. Bu zavod qo'ymagan дополнительный ventilyator bo'ladi. Bular bilan men nima demoqchiman? Kullisib, o'sha konditsioneringizni yoqsangiz yaxshi muzlatmayaptimi? Darrov konditsionerchini oldiga borib, freon alishtiryapsizmi? Shoshilmay turing. Men sizga o'sha freon puliga bitta dachi ishlab chiqarganman. Hozir shuni aytib o'taman. Konditsionerchi akalarimiz juda yaxshi biladi. Avtomobilni konditsionerini 1 gradus tushirish o'zi katta muammo. Zavodskiy konditsionerni o'zi ishlash prinsipi +5 gradusda yonadi, +10 gradusda o'chiriladi. Bizga qo'yib berayotgan datchigimiz bo'lsa, +5 gradusda yonadi, +2 gradusda o'chadi va ko'proq yuradigan bo'lsa, +1 gradusgacha tushadi. Bu degani sovutish darajasi ancha muzdek bo'ladi. Freonni ko'pchilik yangi mashina olishi bilan sirraz alishtirishadi. Alishtirishni tavsiya bermaymiz, chunki ko'pchilik alishtirgan holatida ham konditsioner unaqa o'zgarmaganlarini ko'p ko'rdik. Ularga ham biz o'zimizning ishlab chiqargan datchiklarimizni ham qo'yib, ularga isitana qilib, gaz datchiklarigacha tekshirib berdik. Qanaqa muzlatishini. Bu datchikni o'tgan yil mart oyidan boshlab 2 oy davomida o'zim mashinamda, Nexus 3 avtomobilimda isitanadan o'tkazdim va hammasi yaxshi bo'lgandan keyin butun yoz bo'yi ko'pchilik klientlarimizning mashinasiga ustunovka qilib berdik. Ular mazza qilib yozda muzdakini yurishdi va bu yil ham mazza qilib yurishibdi. Bu datchikimizni Nexus 3, Cobalt, Spark, Gentra, Lacetti, Matiz avtomobillari uchun 300 ming so'mda ustunovka qilib beramiz. Mashinalarning markasi agar boshqa bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsanglar, qo'ysa bo'lishi yoki imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, alohida narxini hisoblab aytib beramiz. Gentrachi akalarga дополнительный ventilyator agar qo'ydirmagan bo'lsanglar, qo'yib olishlarini tavsiya beramiz. Sababi bu asosiy ventilyatorning nagrushkasini o'ziga ancha oladi. Agar sizda konditsionerlarda muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilasizlar. Har doimgidek qo'yilayotgan datchigimizga ham, qo'yilayotgan freon yoki qilib berayotgan ishlarimizga sifatiga kafolatini beramiz. Ustuning Pro har doim xizmatingizga tayyor.